Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janvada, uyda. Qo'limda Diyar Muhammad Tahir Tug'luqning Qoida yo'sillarimiz nomli bu katta kitobi. Ilgari o'tganimdek har oyda bu kitobdan biri Qoida yo'sillarimizni o'qib bermoqchi edim. Bugun tanlagan temam sal uzunroqga, shunga ikkiga bölüp o'qib beray dedim. U bo'lsa-mu xalq yomon ko'radigan ma'naviy illatlar. Bu maqolaning sal uzunroq bo'lishi meningcha shu bizdagi ma'naviy illatlarningki xeli ko'p bo'lishi bilan munosabatli deb bilsak bo'ladi. Shundaqqa, albatta hech qanday bir inson o'zining yomon taraflarininki doston bo'lishini xohlamaydi. Lekin kasalni yo'shirsang o'lim oshkora degandek ba'zida shu yomon taraflarimizni bilib tuzatgandila andin ilgirligili munavvarlashgili bo'ladi. Xo'sh, boshlaylik. Xalq yomon ko'radigan ma'naviy illatlar. Qoida yo'sin deganda biz umumiy xalq e'tirof qilgan turmushning muhim bir tarkibiy qismiga aylangan, kishilik turmush qarashi bilan bog'langan qeliplashgan odatlarni nazarda tutamiz. Shuning bilan birga avomning an'anaviy qoida yo'siniga, qimmat qarashiga, axloq qarashiga, go'zallik qarashiga, e'tiqodiga, odamiylik o'lcham talablariga yot bo'lgan bir qism nachar qilmish atmishlarmi jamiyatda birga mavjud bo'lib turadi. Mana shundaq yomon qilmish atmishlarga bo'lgan pozitsiya masalasimi shu xalqning ilg'or qoida yo'sillarini davomlashtirishi, jamiyatni aktiv tashabbuskor, mas'uliyatchan jamoat fikri orqali ta'riflashga munosabatli bo'lgan sinaq. Bu ma'nodan olganda yomon cheklangan ishlarni qilmaslik. Undaq ishlardan o'zini cheklash fanni atalg'u bo'yicha tabu deb ataladi. Biroq u yanala qoida yo'sinning bir tarkibiy qismi. Uning ustiga el ichidagi yomon ish, yomon harakatlarga o'rtaq qarshi turishdan iborat ommaviy angliqlik yanala qoida yo'sinning muhim bir tarkibiy qismi hisoblanadi. Divanu lug'ati turkda o'z davrida umumiy xalq yomon oladigan, o'ch ko'radigan, ayıplaydigan yomon odatlardan xeli ko'p o'rnaklarni kirgizgan. Ham buningga bo'lgan pozitsiyami aniq ifodalangan. Buni biz xalqning ilg'or an'anasi hisoblab qoida yo'sinning mazmuni qatorida izohladik. Yomon ma'naviy illatlarning biri ishchi yomon odamni tapiz atash. Tapiz demek sho'rtdan, hech narsa unmaydigan yer degan ma'noni bergan. Mana mushu so'zdan ilinib qadimki turklar hasadxo'r, ichqo'tur, ziyondosh odamni tapiz kishi deb atagan. Bu odatdan turklarning hasadxo'rlikni, ichqo'turlikni intayin yomon oladigan xarakteri ifodalandi. Hasadxo'r odamdan hech qanday odamga manfaat yetmaydi. Hatto o'zimi mangu baxtli bo'lolmaydi. Yusuf Qasajib hasadxo'rlarning xarakteridagi shumliqni xulosalab, hasadxo'r o'zining go'shini o'zi yeb tugaydi degan. Hasadxo'rga nisbatan buningdanmi ortiq yeshim bo'lmas. Hasadxo'r o'zining go'shini o'zi yeb tugaydi. Yana biri elga asqatmaydigan tashlandoq kishi. Yotuq degan so'zning ma'nosi tashlangan, unutilgan degan ma'noni bergan. Tashlangan, unutilgan, qimmatsiz, ahamiyatsiz narsani yotuqning deb atagan. G'urun, yaramas odamlarni yotuq kishi deb atash odati bo'lgan.
Oğuzlar arasida bo'lsa, o'z shahridan boshqa yerga chiqmaydigan, bekinib olgan, urushmi qilmaydigan, urushqimi chiqishni xohlamaydigan bir qism kishilarni yotiq deb atash odati bo'lgan. Buning ma'nosini Mahmud Qashqari tashlanganlar, o'rinlar deganlik bo'ladi deb tushuncha bergan. Bu odatning mazmunidan turk tillik xalqlarning odamga bo'lgan qimmat qarashi chaqnaydi. Yusuf Asajib o'z davridagi qimmat qarashni to'limi konkret bayon qilgan bo'lib, yaramaz, o'rin, elga yuk bo'ladigan odamlarni tiriklari orasidagi o'lik deb xuloslagan edi. Bu Mahmud Qashqariyning yuqorqi odatga bo'lgan yeshimi bilan bir nuqtadan chiqqan. Jamiyat tarafidan keraksizligi, yaramaslıqi, qimmatsizligi sababli tashlanib ketgan odamga agar ozroq idroki bo'lsa, ming o'lgandan yomon azob emasmi? Odamning bu dunyoga kelib yashashidagi maqsadi el orasida haqiqiy ma'nodagi qadr-qimmatga erishib, elning qalbidan mangu yiqilmaydigan xotira munori tiklash. Shunga Mahmud Qashqari, "Ey o'g'il, mendan o'git nasihat ol. Fazilatlik bo'l. El orasida ulug' olim bo'lib, bilimingni tarat" deb bütün nasihatlarning javhirini ikki so'zga, biri fazilatga, yana biri bilimga mujassam degan. Buning chiqish nuqtasi elga foydali odam bo'l degan talab, tavsiya edi. Yusuf Asajibning yana biri bayonida odam fazilatlik bo'ladigan bo'lsa, qo'rqinchoqlarmi urushda botirlik ko'rsatdi degan. Urush degan erni sinaydi, erni tavlaydi. Qadimki Uyg'urlarning nazarida urushdan o'zini tartgan, urushga chiqmagan odam haqiqiy ma'nodagi er emas. Undaq odamni kishilar ko'zgimi ilmaydi, ham undaq odam bilan olg'u bergimi qilmaydi. Chunki xaraktersiz odamlarning yomonlikdan boshqa ish qo'lidan kelmaydi. Xalq ulug'. Ular yaramlik bilan yaramsizlarni tavlaydi. Jamiyatda xalqning yomonlarni jazolaydigan bir ko'ziri, yaxshilarni mukofotlaydigan ma'naviy turtki bo'lmasa bo'lmaydi. O'z davriga nisbatan fazilatsiz, qo'rqinchoq, o'rin, harom tamoq, urushdan qochgan odamlarni jazolaydigan ko'ziri ularni araga olmay tashlab etish, uni bu dunyoda yakka yeganlik o'chqiga tashlab puchilash edi. Yotiqning yana bir ma'nosi uydan, shahardan, mahallasidan sirtqa chiqmaydigan bekinma odamni ko'rsatdi. Bu deganlik jamiyatni ko'rmagan, jamiyatni tushunmagan, nazar doirasi tor, yashashni bilmaydigan g'ilab bandisi deganlik bo'ladi. Ko'pni ko'rganning, jamiyat bilan qo'yuq aralashganning nazar doirasimi kengayadi. Xarakterdimi ilgirlash bo'ladi. Bumi odam uchun bir fursat va baxt. Shayx Saidining bir so'zi bo'ladigan, 10 yil madrasadan chiqmay ilm o'rgangan talibdan birer yil jahon kezgan darvishning bilimi mo'l bo'ladi. Xo'sh, yana birini o'qiylik. Suyuq, maydon yo'q odamni yoyiq atash. Yoyiq demak, tutam yo'q, maydoni yo'q, yeyilib turadigan, qaysi tarafga boshilsa shu yoqqa ketaveradigan degandek ma'nolarni bildiradi. Bu so'z mana shunda xarakterdagi kishilarga qartib aytilgan yoyiq kishi, alang'u odam, heli uningga, heli buningga moyil bo'lib turadigan odam. Bu yalg'iz til odatidagi ish emas, balki jamiyatdagi yuqorqidagi kishilarga tutgan pozitsiya ham bahoni ifodalaydigan odat so'zi. Xudo hozir kishilar ikki yuzlamichi, xoin, yumaloq tavuz kishilardan o'zini tortib qochqanga o'xshash, yoyiq kishilardan qichish odati shakllanganligini ko'rgili bo'ladi. Bu xalqimizning kishilarga qo'ygan
fazilat talabining bir mazmuni edi. Yuqorqi so'zning tagida maydonsiz odamlarni ayblash, undaq odam bo'lmaslikqa nisbatan ogohlantirish niyati ifodalandi. Yoyiq odamning xarakteri turaqsiz bo'lg'ashqa, haq nohaq tuyg'usi ro'shan bo'lmag'ashqa, undaq odamlar eng halqiliq paytlarda bekorga kelmaydi. Umuman yoyiq odamdan vafo kelmaydi. Shuningdan chiqib, shu xil xarakterdagi kishilarni obrazliq holda yoyiq kishi deb atab, yoyiq odamlarning askisi deb qaragan. Mahmud Qashqariy yuzlik degan so'zni izohlab mundaq jumla tuzdi. Ikki yuzlik odam munofiq, aldamchi. Ro'shanki, ikki yuzlik yoyiq kishilardan aldamchilik, munofiqlik ko'p ko'riladi. Hayotimizda ana shundoq yoyiq kishilardan neri turish nasib bo'lsin. Yana biri so'xanchilik fitna fasod kesali. So'xanchilik fitna fasod xarakterining nacharligi, qalbining polashligidan yuz beradi. Bu xil illatni qadimgi Uyg'urlar ushshaq so'xanchilik deb atagan. Ushshaqqa so'z qo'shilganda ushshaq so'z, ya'ni g'ayvat ma'nosini bergan. So'xanchilik va g'ayvatning bir puti ta'ma ustiga qo'yilgan bo'lsa, yana bir puti g'arazlik, maqsadlik, ziyonkashlik qilish niyati ustiga qo'yilgan. Tarixda neni razil o'yinlar mana shu so'xanchilik, fitna fasod virusi bilan yuqumlangan kishilarning qo'lida o'ynaldi. Bahodir azimatlarning beshi shu razil maxluqlar sababli nohaq kesildi. Hatto cho'ng imperiyalarmi shu so'xanchilarning qo'lida halok bo'ldi. Ular yolg'onni to'qiy oladi, rostdek. Rostga bo'yoq berib, qora ayta oladi, yolg'ondek. Yusuf Qasajib tüpün yıldızını pasatlık kırar, bu yaxşı izini pasatlık buzar. Pasatның yeniga yakın barmağıl, pasat näde bolsa xarlık şunda bil. Degen. Yana u g'ayvatxo'rga qaytilmaslikni ta'kidlaydi va g'ayvatxo'rning qo'lida o't kuyidi. G'ayvatxo'rning qo'lini kesmiguchilik yurtiga, oilaga oromlik bo'lmaydi deb qaragan. Başqalarning g'ayvatini qilishni, başqalarning go'shini yeganiga barobar deb qaragan klassiklarimiz bundaq yomon kasalga giribdor bo'lib qolmaslikqa ogohlantirib kelgan. Başqalarning g'ayvatini qilish, başqalarning go'shini yeganlik bilan barobar bo'ldi ekanda. Yana biri fitna fasod hasaddan tutishadi. Mahmud Qashqariy qadimki Uyg'ur tilidagi hasad qildi, ko'ralmadi degan so'zni izohlab, u uni ko'ralmadi, ya'ni uningga hasad qildi degan. Yusuf Qasajib hasadni bir saqaymas kasal. U o'zining go'shini o'zi yeb, sizib tugaydi deb yozgan. Tapizlik ig ol bir otang'u uzun, yamshi oni yer sizar bu uzun. Yana o'rda ichi butunlay hasad bilan to'lgan. Nada hasad bo'ladi ekan, shu yerda urush parokandichiligi bo'ladi degan. Necha ming yillardan beri hasadxo'rlikning yomon kasal ekanligi haqida klassiklar har qachon ogohlantirib turibdi. Biroq bu kasalga hozirgacha biror davo topilmadi. Ajoyib ish. Hasadxo'r hargizmi o'zidan yiroq, o'ziga tanishlik bo'lmagan kishilarga hasad qilmaydi. Hasad qilsa-mu, lekin uning tapti ancha qiziq bo'lmaydi. Hasad o'tdi faqat eng yaqin kishilari muvaffaqiyat tojini kiysa, ondan xuddi do'zax o'tidek lavildab
bölünüdü. Quruqnımı oxşaş köydürüp kül qılıdı. Şoňa deýmizki, hasad otynyň ot qalygıçysy körelmäslik. Şoňa bu keselniň äň ýaxşy şifasy eger qolydan kelse qorsqyny keňrek tutup özümi muwaffaqiýet qazanýyşga tirişiş. Hasadnyň ornyga adil raqabatleşini almaşdyryp, sen yetken menzilge men nimişke yetelmeydi ekenmen dep alga qarap ilgirleş. Başkalarının muvaffaqiyetini öz üçün opet oçqı qılıp almay, yuqori örleşdiki raqabat şotisi qılıp eliş gerek. Bu mu qo'ldan kelmese başkalarının hoşallıqıga ortaqlaşış arqalı hoşallık depiş lazım. Eğer bununğımı qadir bolalmasa, ölüpla özümü aram tepip, başkalarını aram taptırış lazım. Ama keyinki cümle. Başkalarının hoşallıqıga ortaqlaşamızsan, ölüpla aram tapqayan dep biz bu yazgıçımız. Hoş, yana biri. Yılan çayallar çekilsi çakıdı. Çekimçi çekilmisi mi çakıdı. Dehşet ha? Yılan çayallar çekilsi çakıdı. Çekimçi çekilmisi mi çakıdı. Hasadxo'r ve suxançıdan bir qorsaq hemşirisi var. O bolsumu çekimçidir. Yanaq, yonak, çekimçilik ani yonak, yunadi. Uni xanğa çaxdi, çiqiştirdi. Uyghur xalqi qadimdan beri yonash, yonumaq, çeqish sözünü köşme ma'nida ishiltib, yılan çayallarının çeqishini pes tabiatlik chiqimchilarga yo'tkab qo'llanib, ularning ziyondoshligini, ulardan yılan çayandın qochgandek qichish kerakligini ogohlantirib kelgan. Yusuf Hasajib mundaq yazdı. Meni özüň her qancha ko'rsangmi, çeqimchi çeqib kirsa, qo'shumaň turlidir. G'ayvatchining so'zini her qancha anglamayman desangmi, çeqimchi araga kirsa, o'zgarmay qolmaydi. Ey baxtlik elik, mana shu osi itlarning çeqishidan aymanaman, ansirayman. Bu ma'ndan chiqib, çeqimchi, ikki yuzlimichi kishilarga aralashmaslik, ulardan neri turishga ogohlantirgan. Darvaqa chiqimchilik degan manfaatparastlik, ko'ranmaslik, hasaddan qo'zg'aladigan kasal. Biroq u boshqa kirsiz qalblarga gumon, shubha dog'larini soladi. Arada nizo, adovat qo'zg'aydi. Chiqimchining so'zini anglagan odam xuddi chiqimchi o'ziga kuyinayotgandek tuyg'uga kelibla kasallik bilan yuqumlanib, vujudi bearomlikdan titraydi, tishlari g'uchildaydi, mushlari tugiladi, ko'zlari oliydi, qo'shimlari turiladi, qalbi o'rtanadi. Ishonch daraxining yiltiziga palta uriladi. Shunda qilib do'stlik dushmanlikka aylanadi. Inoqlik o'rnini adovat egallaydi. Bu chiqimchilikning nashtirini urgan kishi to'polondan to'qash o'g'irlaydi. Axir har ikki tarafga ziyonkashlik qiladi. Shunda kasal bilan yuqumlanmaslikning mudofiasi shuki, bir odamga bo'lgan bir umrlik ishonch binosini yana bir odamning fitna postiga ishinib o'rib etish oqilonlik emas. Balki nodonlikdir. Her qandaq ish bo'lsa, avval chiqimchining maqsad muddasining nima ekanligini yaxshi egallash. Eng muhimi, yuztirani holda fikrlashib, ishning haqiqatini tepib chiqish. Hatto chiqimchining so'zi rost bo'lgan taqdirdami, shu chiqimchining domiga tushib ketmaslik. Uni ziyondosh odam qarab, unimi o'ziga yaqin yo'latmaslik lozim. Bumu Mahmud Qashqari va Yusuf Hasajib vakillik qilgan ilg'or fikrlik olimlarimizning tajribasi va unumlik retsepti.
Yana biri. Beparvolik qalbning polashligi. Hozirgi zaman Uyg'ur tilidagi o'sal degan so'z, o'sal odam, o'sal narsa degandek mavhumroq, abstraktroq hukm sifatida eski odam, eski yomon ish degan ma'noni uqtirdi. Biroq qaysi tarafda o'sal, yomon degan konkret ma'no chiqmaydi. Mahmud Qashqari ma'lumot bergan o'sal degan so'z qadimgi zamonda beparvo, mas'uliyatsiz odamni ko'rsatdi. Yana bu so'zga ma'nodosh turadigan yana bir so'zni ko'rsatgan. Uduqliq. Odamning biror narsadan g'ofilligi, bexudligi. G'ofillik, bexudlikmi mas'uliyatsizlik, beparvolikning bir xil ifodalanishi. Jamiyatda yuqoridan tortib tovangacha hamma kishining o'tashga tegishlik mas'uliyati bo'ladi. O'rni yuqorilgan sari ustiga olgan mas'uliyat yukimi ig'irlashib boradi. Mohiyatdan olganda bu dunyo mas'uliyatchanlik ustiga qurilgan. Agar har bir odam mas'uliyatdan bosh tortsa, jamiyat binosining uli bo'shab ketadi. Yana biri munofiqni ikki yuzlik atash. Yuzlik so'zni izohlab, ikki yuzlik ikki yuzlik odam, munofiq, aldamchi degan. Tarixdan buyon maydoni mustahkam, irodalik, bayroqi ro'shan kishilar bilan muqim mavqasi yo'q, maydoni yo'q, o'ziga xos dunyo qarashi yo'q, jumaloq tavuz, oldida bir xil, orqada bir xil yuzsiz kishilar o'tirsida keskin kurashlar bo'lib keldi. Ikki yuzlama odamlarning kasofatidan kishilik turmushda munofiqlik, sotqinlik borligi keldi. Nihoyat ig'ir tragediyalar kelib chiqdi. Munofiqlar ruhi majruh, eng yaramsiz, haq-nahaq tuyg'usi yo'q, zaif kishilardir. Biroq ular eng esil, yaramliq, bahodir azimatlarga sotqinlik qilib, ularni nobud qiladi. Tarixda nihoyat qudratli davlatlarmi munofiqlarning kasofatidan og'dirilib ketgan. Munofiqlar fursatparast keladi. Ularga nada bozor bo'lsa, shu yerda ular muvaffaqiyat qozonadi. Qaysi jamiyatda munofiqlarga kun berilmasa, ularni jamiyat yetim qoldirsa, fursat berilmasa, ondan ular boshqalarga, xalqqa ziyonkashlik qilishga petinolmaydi. Mana shundan chiqib, qadimki davrlarda munofiqlarni ikki yuzlik odam deb qarab, uningdan nafratlangan, undaq maxluqlarga yerginish bilan qaraydigan bir odat umumlashgan. Yana biri yuzsizlik ikki yuzlilikka elib boradi. Biz yuzsiz degan so'zni yana qora yuz, yuzi yo'q degan so'zlar bilan ifodalaymiz. Qadimgi zamonda bu hukmni assiz so'zi bilan ifodalagan. Yuzsiz, yaxshilikni bilmaydigan odam deganni assiz kishi degan. Assiz so'zi qadimgi Uyg'ur tilida ko'p ma'nolik so'z bo'lib, yomon, eski degan ma'noni assiz so'zi bilan ifodalagan. Biz yuqorida tilga olgan assizga qatma degan so'z yomonga, eskiga qo'shilma degan ma'noni bildirib kelgan. Asli mohiyatdan kuzatgandami, har qanday eskilik, yomonlik degan so'z yuzsizlikdan, qora yuzlikdan bo'ladi. Yuzi yo'q, yuzsiz degan so'z nomus yo'q, hayo yo'q degan ma'noni uqtirdi. Yuzsiz odamda odamatchilik bo'lmaydi. Yaxshilikqa yomonlik qilishdan hayo qilmaydi. Kichikgina manfaat uchun eng yaqin do'stidan yuz o'raydi. Yuzsiz odamda vafo, sadoqat degan narsaga o'rin yo'q. Yuzsizning cho'ngi eldan yuz o'raydi.
yüzsizning kichiki do'stidan sin chog'liq manfaat uchun yuz o'raydi. Yusuf Hasajib yüzsiz odamning tashqi alomatlarini yüzü go'shtsiz so'ngakdir, ko'zi xunuk etilmas to'shukdir deb sifatlagan. Uning yüzsizligini qandoq belgili bo'ladi desa, eng kerakli bir narsani so'rab baqsanglar, o'zini oshkorlaydi degan. Yana biri yolg'onchilik, va'dada turmaslik. Yolg'onchilik bilan va'dada turmaslik bir pelakdan tushgan ikki xamakka o'xshaydi. Ular yana yüzsiz odamlar. Vafosiz odamlar ikki yuzlimichi odamlar bilan yiltizdash bir jamiyatning a'zolari. Ularning hammasining bir o'rtoqligi shuki, tili bilan dili boshqa. Oldida bir xil, keynida bir xil. Manfaat yetsa birdamlik voy deb tabassum qiladi. Manfaat yetmasa darhol o'sh deb qopig'ini turadi. Divanda va'dada turmaydigan kishi qiyiq kishi deb atalgan. Divanning 3-tom 833-betida va'dada turmaydigan degan so'zga xiloflik qiladigan degan ma'nini yana qiydi degan so'z bilan ifodalagan. Bu obrazlik ibora bo'lib, qiydi, kasdi, yandi deganlik bo'ladi. Uyg'ur xalqi yolg'onchilikni intayin yomon ko'rdi. Va'daga xiloflik qilishni erlikka, odamiylikka xiyonat qilish deb qaraydi. So'zdan yonmas degan so'z xalqimizning qasimi. Yolg'onchilik bir qadam oldiga mangsa, aldamchilikqa elib boradi. Yusuf Hasajib baxtni to'sib etadigan, baxtsizlik to'nini kiydiradigan yomon qilmishlarning qatorida yolg'onchilikni tilga olgan. Tilingdan chiqarma hech yolg'on so'zing, bu yolg'on bilan xora bo'lursan o'zing. Chunki yolg'onchilik bilan el orasida ishonchsiz degan tamga uriladi-da, hech qanday ishi ilgari bosmaydi. Yolg'onchi odam elgimi, o'zigimi nihoyatda ko'p ziyonlarni soladi. Shunga uni fazilatga ham baxtga yot yovuzliklar qatorida sanagan. Yana yolg'onchilardan vafo kutma. Bu ish uzun yillardan beri sinalgan deb ogohlantirgan. Davomlashtiraylik. Bexillik o'ziga o'zi zulm qilganlik. Xalqimiz ichida sehiylik maqtaladi, bexillik so'kiladi. Bexillikni o'zini o'zi jazolash, o'ziga o'zi zulm qilish, o'ziga ato qilingan ne'matdan yuz o'rish deb qaraydi. Mahmud Qashqariy qadimgi Uyg'ur tilida uzutlik degan so'zning bexillik, pixsiqlik deganlik bo'ladiganligidan xabar berdi. Yana bir she'rni misol qilib, bexillik va pixsiqlikning dastidan jiroqdan bir qara ko'rinsa, uyni yutib ketishga aldiraydigan kishilarni qattiq so'kidi. Mehmon kelsa qutdab bilar erlar ketdi, qara ko'rsa uyni chuvar paslar qoldi. Buningdan qadimdan tartib Uyg'urlarning an'anasida bexil, pixsiq kishilar yomon ko'rildiganligi, ularni yovuz, past, rahimsiz deb ayblaydiganligi chiqadi. Mana shunday qimmat qarashni turg'izgan klassiklarimiz asarlarda saxovatlik, mard kishilarni maqtab, past, pixsiq kishilarni odamlarning past kishi ham askisi deb söküp gelişti. Alisher Navoiy mundaq yazıdı. Bexilning mal saqlamaq yo'lidagi jafosi qattiq, hasadxo'rning o'z huy paylidan rohatmi achchiq. Oldinqisi o'z jafosi bilan xor, keyingisi o'z qiliqi bilan
haruzardır. Qayta o'qay. Bexilning mal saqlamaq yo'lidagi jafasi qattiq. Hasadxo'rning o'z xuy paylidan rahatmi achchiq. Oldinqisi o'z jafasi bilan xor, keyingisi o'z qiliqi bilan haruzardır. Molla Muhammad Tümür mundaq deydi. Hökümadın biri so'radi. Ayıplarning eng yomoni nimadir? Höküma bexillik deb javob berdi. Emir Hüseyin Saburi mundaq deydi. Bexil kishi o'z hayotida xushalliqning yuzini ko'rolmaydi. Bexil kishi o'z hayotida xushalliqning yuzini ko'rolmaydi. Shundaq, bexil pixsiq odamdan boshqalarga yaxshilik yetmez, ham o'ziga mehr kelmas. Pixsiqlik o'ziga o'zi qilgan yovuzlik, Tangri bergan ne'matga qilingan tuzkorlik. Shunga xalqimizda bexil kishilarni ayiblash an'anasi borliqqa kelgan. Bu bölüm bayda deganimdek sal uzunroq, shunga ikki bölümga bölüp o'qib beray. Xayr xo'sh, kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh.